Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli dasturchilar, bugun Telegram botlar sarimizni birinchi darsi inshaalloh sizlarga manfaatli dars bo'ladi degan umiddaman. Bu darslik o'z aslida kimlar uchun? Bu darslik Node.js dasturlashtiruvini ma'lum bir darajada xabari bor va JavaScriptni yaxshi tushunadigan insonlar uchun hisoblanadi. Chunki agarda siz Node.js yaxshi bilmasangiz, bu botni tushunishga juda ham qiynalasiz. Keyin bugun sizlar bilan shu narsani ko'rib chiqamiz aka, ya'ni Node.js Telegram bot API haqida ko'ramiz. Node Telegram bot aslida nima? Bot API nima? Bu bir kutubxona, ya'ni Node npm ning kutubxonasi hisoblanadi va bu ishlatish juda ham qulay bo'lgan va kichik loyihalar uchun juda ham yaxshi bo'lgan Telegram bot kutubxonasi bo'ladi. Albatta bu boshlang'ichlar uchun. Keyinchalik esa buni sekin-sekin kuchaytirib boshqa bir kutubxonalarda ham inshaalloh ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz bot ishlatishdan oldin kelib proyekt ochib olamiz kompyuterimizga. Men fayl ochdimda. Ya'ni darslik deb ochaman, YouTube dars degan papka ochib, uni Visual Studio'da ochib olaman. Mana bunday shaklda bor. Ko'rayotganinglardek mana tayyor proyektimizda hamma narsa bor. Endi nimalarni ustanovka qilamiz va bizga nimalar kerak bo'ladi loyihani ishlatishda. Terminalimizni ochib olamiz. Terminalimizni ochganimizdan keyin bizda loyihani avval Node.js bilan ham tekshirib olamiz. Node.js ila chiqadi. Agar Node.js ila yo'q bo'ladigan bo'lsa, buni Node.js deb yozsanglar, mana birinchi o'zini sayti kelib chiqadi va kompyuteringiz o'zi turiga qarab turib, o'zi sizga chiqarib beradi. Yoki o'zingiz downloads bo'limiga o'tib ko'ryapsiz ham bo'ladi. Nima uchun yoki qaysi uchun, Mac uchunmi yoki boshqasi uchun o'ziga qarab, misol Windows uchun, Linux uchun, Windowsda bo'lsangiz, Windowsga qanaqa bo'lishi, installigi yoki boshqasi chiqadi. Linuxda bo'lsangiz, Linuxga. Xullas, shu orqali o'zingizlar bemalol tekshirib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, buni ko'rdik. Versiyasiga ahamiyat bermaysizlar. Mana menda misol uchun bunda 22.14, hamanda esa 20.16. Farqida hech qanaqa bir ortiqcha farqi bo'lmaydi. Ya'ni siz buni qachon ko'ryapsiz bilmadim, lekin sizga hech qanaqa bir og'irlik keltirmaydi. Hop, birinchi navbatda nima qilamiz? Birinchi navbatda kompyuterimizga npm init buyrug'i orqali mana bunday shaklda yozsak, bizga package.json ochib olamiz. Va package.json ichidan biz soddalik maqsadida bularni barchasini o'chirib tashlaymiz. Maqsad sizlar osonroq va qulayroq tushunishinglar uchun. Keyingi qadamimizda esa biz fayllarni sekin ustanovka qilib tushuntirib, yo'l-yo'lakay tushuntirib ketiraman. Birinchi navbatda loyihamizni ishlatishimiz uchun esa bizga npm install, ya'ni Node Telegram bot kerak bo'ladi. Albatta agar uni yuklab olishda qilsanglar, mana bu yerda haftasiga yuklanganlar soni boshqasi kelib chiqadi mana. Ishlatishda shunchaga ko'p yopib turib tashlab qo'yganim ham qulay. O'zimga mana bunday. Chunki juda ham uzun davom yozishga. Lekin dependencies qismiga qilamiz, ya'ni faqat bu dependencies deganda, ya'ni faqat development qismida ishlaydi xolos. Proyekt ishga tushib bo'lgandan keyin, o'sha yakunlanib bo'lgandan keyin buni bizga hojat yo'q. Shuning uchun buni dependencies qismiga qilamiz. Mana ko'ryapsizlar, o'sha install boshlandi. Mana bu yerda o'zi chiqadi hozir. Xo'p, mana bizlar o'sha dependencies qismida chiqdi. Node Telegram bot API tayyor. Endi bizga nimalar kerak bo'ladi? Loyihalarimizni davomida. Buni doimiy ravishda tozalab, sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun harakat qilaman. Mana bunday shaklda qilsam ham. Keyingi qadamimizda esa bizga npm install nodemon kerak bo'ladi. Ya'ni loyihani doimiy ravishda qilib turish uchun, ya'ni ishlatib turish uchun, run qilib turish uchun. Shu sababdan buni qo'yamiz va buni men dependencies emas, shunchaki loyiha yakunlangandan keyin ham ishlab turishi uchun qo'yib qo'yaman. Ba'zilar boshqacha qilishi ham mumkin. Ba'zilar prosta tak o'zini yozib qo'yadi, Node.js o'zini qo'yib qo'yishi ham mumkin bo'ladi.
bu ham bo'laveradi. Hamma har xil. Misol kimgadir ko'k choy yoqadi, kimgadir qora choy. Farqi yo'q. Endi yana bitta narsa npm install.env fayli kerak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlarimizni security, ya'ni xavfsizligi masalasi bo'yicha asosiy vazifani bajaradi bu. Va bu esa bizga dependencies qismida kerak bo'ladi. Buni ham install qilib olamiz. Mana ko'rdik, masalan, bu ham install bo'ldi. Endi tayyor bo'ldi shu hisobda. Endi keyingi qadam bizga kodlarimizni format qilib turish uchun formatter kerak bo'ladi. Ya'ni bu pattern bo'ladi ko'pincha. Uni ham ustanovka qilamiz. npm install pattern kerak bo'ladi va u ham dependenciesga qo'ysak bo'laveradi. Chunki coding paytida bu kodlarimizni formatlash uchun kerak bo'ladi. Xolos, boshqa paytda biz umuman uni nima qilamiz? Ishlatmaymiz. Mana tozalab oldim yana. Endi bizga script qismini endi yozishimiz kerak. Scripts esa biz development qismiga not index qilamiz. Endi faqat nomi faqat boshqa bo'lishi ham mumkin. Har xil o'zingizga yoqqandan qo'yishingiz mumkin. bot.index qo'yasizlar farqi yo'q. Va birato'la ya'ni formatni ham yozib ketamiz. Format pattern white qilsak bo'ladi. Lekin ba'zi bir holatlar bo'lishi mumkin. Agarda mabodo kodlar yozayotgan paytingizda qanaqadir bu o'zi ignore qiladigan fayllar chiqib qolsa, o'shalarni ham oldini olish maqsadida ignore chiziqcha unbound qo'yib qo'yishimiz kerak. Yo'q. Bo'ladi. Mana boshqa unbound right. Nuqta degani hamma fayllarni anaqa qiladi, ya'ni o'zgartirib ketadi. Mana shu holatda ishlatsak bo'ladi. Bizda o'sha development qismida o'sha hamma tayyor. Ya'ni ishga tayyor o'sha hisobda. Faqat fayllarni bu yerdan chiqa oldi xolos. Nuqta env fayl kerak bizga. Endi bu .env fayli va shuni bir yo'la uni ukasi ham bor. env.example ikkita fayl ochamiz. Nimaga? .env dagi mana bu env fayli bu главный fayl hisoblanadi, ya'ni bu faqat sizga ko'rinadi xolos. Ya'ni boshqa bir joydan kelgan yoki bitta loyiha qilayotgan paytingizda uni sherigingiz boshqa proyektda nimasi deb bo'ladi, ya'ni sherigingizdagi token bilan sizdagi farqi bo'lmaydi. Lekin u boshqa bir env fayllarni ustanovka qilgan bo'lsa, siz unga ko'rsatib berishingiz o'zi bir sal to'g'ri ham kelmaydi biz aslida qaraganda. Shuning uchun ko'pincha misol uchun token deb yozsam, mavzum token deb yozsam, unda barobar qilamanda tokenni shu yerga tashlayman. Lekin example bo'lsa, buni kopiya olib turib, mana bu yerga tashlab qo'yaman va просто так pusto qilib qo'yaman buni xolos. Ya'ni nima desam, bu просто так menda GitHub yuklaganimdan keyin, ya'ni siz buni proyekt olib ishlatayotgan bo'lsangizda, shunchaki env fayl ochasizda, mana shu yerdagi men qo'ygan narsalarning o'rniga barobar turadi sizda, postlar bo'ladi. Shularga o'zingizni narsa ma'lumotlaringizni qo'yib ketsangiz, shunchaki ishlab ketaveradi. Ya'ni qiyinchilik bo'lmaydi sizga ham demoqchiman. Bu tayyor. Va eng muhimlardan bittasi bu git ignore kerak bo'ladi. Bunga esa node modules kerak bo'ladi. Mana shu xato yozdim. Node modules va .env fayli ko'rinmasligi kerak bo'lgan fayllarni biz yozib qo'yamiz. Ya'ni asosan ushbu fayllar bizning proyektimizda ko'zga tashlanmay turishi kerak bo'ladi. Xo'p, keling endi. Xo'p, index.js ochamiz. Tayyor, уже developmentga tayyor qildik va buni GitHubga endi yuklash kerak. Bizga git.net qilganimiz uchun bundan chiqadi. Mana bu yerda, ya'ni comment yozsangiz bo'ladi o'zi birinchi. Aytamiz, setup misol uchun telegram bot API and nimalar ustanovka qilgan bo'lsangiz .env keyingisi misol uchun qildik
patternni qildik, ya'ni mana bu yerda formatlash uchun esingizda bo'lsa preacher unsurni xato qilgan bo'lsam va nima shularni yozib qo'ydik va comment qilamiz va push qilamiz. So'raydi bizdan qanaqa Izzatulloh degan, shunga dedik. Уже endi so'rayapti, YouTube dars deyapti. Ya'ni biz aytamiz YouTube dars yoki Telegram bot lesson desak bo'lardi. Va bu yerda mana ko'ryapmizki, ya'ni public turibdi. Ya'ni bu private, bu public. Biz public qilamiz, ochiq, hamma uchun ko'rishinglar uchun. Mana o'tgan GitHub qilamiz. U bizga GitHub faylimizni ochib beradi. Mana GitHub yukladik. Albatta Izzatulloh dev deb qidirsanglar chiqadi. Shunda bo'lib turadi. Va repozitoriyimizda mana Telegram bot turibdi. Qo'ydilar. Hop, shu yerdan kirib bemalol ko'rib, o'zingizga klon qilib ishlatib boshqa qilsalar ham bo'ladi. Bizda hozircha main branch, bitta branch turibdi. Keyin branchlarni qo'shib ketishimiz ham mumkin, ehtimolligi bor. Loyiha davomida zerikanda nimalar qilmaymiz ko'ramizda. Indeksga o'tib, ya'ni boshladik. Birinchi navbatda ikki xil usul bor yozishda, ya'ni import qilib olish bor. Ya'ni bu yangi Node.js versiyasi update bo'lganda kelib chiqdi. Ikkinchi usul esa bu bizda odatiy holatda, ya'ni const orqali ishlatish usuli hisoblanadi. Lekin odat bo'lsin, .env faylda doim yuqorida qo'yishingiz kerak. Ya'ni birinchi qatorda .env tursin. Chunki ba'zi bir holatlarda sizga problemlarni oldini olish uchun, ya'ni const deb yozsangiz ham o'zingiz yozamiz, shunchaki required listda qavsuvchida yozib qo'yamiz, ya'ni deymiz va config faylini chaqirib qo'yamiz, ma'lumotlarni bizdan o'qib boshqa olish uchun. Ya'ni mana bu eng muhimi o'qib olish uchun. Keyingi qadamimiz esa const telegram bot required chaqirib olamiz API'da. Undan keyin esa bizga token kerak bo'ladi. Const ya'ni token. Misol uchun mana token deb yozaman. Token endi siz buni tokenga olishingiz kerak. Tak ko'ramiz, Telegram kirasiz, kirgan paytingizda mana shu qadamni tushuntirib ketaman. New bot qilasiz, bot qilgan paytingizda u sizga yetadi. Ya'ni nom kirgizing. Men aytdim, dangasa bot dedim. Bu aytyapti, nom yaxshi, bo'ldi, so'r gap yo'q. Faqat undan keyin example deyapti. Ya'ni misol qanaqadir nom bot katta harf bilan bot yoki mana bot qilgan dedi. Men aytdim, dangasa sizcha bot qilsam bu band dedi. Dangasalar uchun bot desa bu ham band dedi. Keyin dangasa dasturchi chiziqcha bot desam bu bo'sh ekan va u menga mana bunda token deb yozib bergan. Use this token also access the HTTP API. Shunda kopiya qilamizda Ctrl C, agar Mac'da bo'lsangiz Windows Command C bo'ladi. Va o'tib shu yerga irg'itib qo'yamiz. Tayyor. Va bu bizda tugadi. Lekin dasturchiga shunaqa ishlatish kerakmi deydi? Yo'q, kerak emas, xotirmaydi. Const bot, endi xohlagan nom, lekin bot deb yozish yaxshiroq. Ya'ni new telegram bot va uni ichida token va polling true. Endi savol bo'lishi mumkin kimdadir tushuntirmaydi. Polling true o'zi aslida nima? Polling true ning asosiy vazifasi bu bizga real time'da, ya'ni bizani botni bizga kelayotgan so'rovlarni tekshirib turish uchun asosan ishlatiladi. Ya'ni pollingni true qilib qo'yadigan bo'lsak, bu bizning loyihamizga nimalar beradi? Loyihaga, ya'ni qandaydir holatda yoki boshqa holatda, ya'ni bunga so'rov deydiku, message kelsa, boshqa kelsa hammasini u avtomatik ravishda o'qib turadi. Agar buni false qilib qo'yadigan bo'lsangiz, u webhookga osiladi. Webhookga nastroyka bo'lmagan bo'lsa, bot hech qanaqa ma'lumot qabul qilmaydi va boshqa javob ham bermaydi. Shunchaki kuch bo'ladi. O'shaning uchun polling true qilganimiz bu real time ishlashiga, buni Telegram botimiz ishlashiga podдержка qiladi. Shuning uchun shuni true qilib qo'yishni tavsiya qilaman va bu doim yozilishi shart. Keyin
biza yozamiz birinchi qadam. Qadam. Aytib qo'yganimdan imlo xatolari ko'p bo'lishi mumkin, shuning uchun e'tibor bermaysizlar. Bot yozish uchun biz birinchi navbatda bot deymiz, nuqta nima deymiz? Ya'ni bu aytamizki bizda get me, ya'ni haqimda meni botim haqida ma'lumot ber deyapmiz va unga mana bu holatda qilib console log, ya'ni meni chiqar desak bo'laveradi. Mana bu yerga yopamiz, mana bunday holatda. Mana bot, ya'ni mana bu nuqta, ya'ni obyekt sifatida tushunishingizdan mumkin, bitta obyekt bor. Yana ham soddaroq tushuntirish kerak. Keyinlar buni bunday qilib turib, console log deb turib shunchaki bot o'zini yozib ko'ramiz, nima chiqishini ko'rib olishinglar uchun mana. Va npm run dev desak bu run holatida turadi va mana ko'rdilar, Telegram bot eventlari nimalar chiqyapti. Polling, webhook false ishlamayapti. Hop. Base URL telegram.org API URL bo'lyapti va boshqa bir ma'lumotlar kelib chiqyapti. Endi bizga shu narsa kerak bizga asosan. Bizda endi qadamlarimizni ko'rganimiz uchun ishlatishni boshlaymiz. Keyin mana biz mana buni hozir yozganimizni ochamiz. Botni get me qismini ko'rdik va u bizga nima qaytardi? Mana. E'tibor qarating, bu yerda nimalar yozilgan. Keling buni men bunday qilib sizlarga qulayroq bo'lishi uchun bu yoqqa olaman. Mana bu holatda yozamiz. Mana bunday qilsam, sal ko'rinadi mana. Xo'p, e'tibor qaratamiz. Yana nima deyapti? ID is bot true, first name, misol uchun ismi, username nima bo'ldi, can jobs crops, hop, boshqa va o'zini hamma narsalarni chiqarib beradi, sizga ma'lumotlarni to'liq aytib beradi. Xo'p, endi sizlarni boshinglarni og'ritib, bunisi bunaqa deb o'tirmayman. Tak ishni qilib ketaveramiz. Keyin endi ikkinchi qadamga o'tamiz. Ikkinchi qadamimizda bizani serverimiz avtomatik ravishda ishlab turadi. Endi hozir Nodemon ishlatib qo'ydim. Mana bu joyda ishladi, biz yozgandik, Nodemon live ishlab turadi bizga dependencies qismida. Endi bu development qismida ham kerak. Endi paka hozircha hamma yoqda ishlab turibmiz. Ikkinchi qadamda esa biz botning, ya'ni qanaqadir start belgisini bosganda mijoz uning biz ma'lumotini olib olishni ko'rishimiz kerak. Hop, nuqta on text, on text xususiyati va aytamizki unga, ya'ni mijoz qanaqadir holatda ham start bersa, ya'ni buni belgini bosibmi yoki bunaqa belgini yoki bundoq qilib turib start desam yoki pastga chiziqcha bilan yozsam farqi yo'q, shu qabul qilgan message, ya'ni xabar. Bu bizdan nima qiladi? Bu bizga hozir xabarni qabul qiladi va shunchaki bizga console logga o'sha messajni chiqarishimiz kerak. Bot e'tibor bilan kechib qo'yib, mana bunda xatolar ko'rsatsa, boshqa qilsa, hali qo'rqib ketmang. Voydot nima bo'ldi demak, shuning uchun hozir keyin Nodemondan ko'ra yana bitta usul yozamiz, start deymiz. Hop, start deb yozamiz va unga not indexed qo'yamiz mana. Hop, clear, endi ko'ramiz, npm run start deydigan bo'lsak, mana botimiz run start holatida o'chib ishlasaga tegmayman. Prosta tak tayyorlayman. Endi botga o'taman. Siz ham mana bunday holat o'chirgan bo'lsangiz zo'r. Va endi mana bu qismida dangasa dasturchi nuqta dangasa dasturchi botga o'tsangiz, u sizga shunday ochadi. Va start deb bossak, hech vaqo kelmaydi bizga, chunki biz hech vaqo yozmadik unga. O'tib qaraydigan bo'lsak, bizga nima keldi? Mana messagening id'si 2. Men bundan oldin jo'natgan, shuning uchun 1 emas 2 keldi. E'tibor qilmaysiz. From, ya'ni bu forum. To'g'ri, from dan, qayerdan? Yoki kimdan, nimadan? Xullas hammasidan. id'si, mijozda id'si is but true false. Ya'ni first name mamnaqa, username mamnaqa, last name mamnaqa, language code, ya'ni rus tilida, men rus tilida qilganman, is premium bormi? Ha. Endi chatniki. Chatning id'si, first name, username, type, datasi, qaysi vaqtda jo'natganingiz, text nima deb jo'natdi, start deb. Va undan keyin botning qolgan
balobattar narsalar bularni ham ko'ramiz xudo xolasa. Endi kelayda ana shu holatda bo'ldi. Bu zo'r. Endi misol uchun mijoz bizga start deb yozgandan keyin biz unga assalomu alaykum eshmonchi aka yoki palonchi aka deyishimiz ham mumkin, ismini aytishimiz ham mumkin. Va aytamizki botga nuqta send, ya'ni send qilgin, nimani send qilay? Messajni jo'natgan. Va mesaj jo'natishda birinchi navbatda mijozning nimasini jo'natasiz? ID'si. E'tibor bering, xohlang forumda, xohlang chatda oling, farqi yo'q. Message nuqta chat nuqta id deymiz. Ya'ni unga birinchi navbatda biz unga id ni jo'natamiz. Ya'ni qaysi id ga borishini aytamiz. Chunki bizda millionlagan id dan kelishi mumkin va o'sha id aynan o'sha odamning o'ziga yetib borish uchun o'sha id ga jo'natamiz va unga yubormoqchi bo'lgan messenjerni yozamiz. Misol, keyin buni sog'lom ismini ham yozish maqsadida mana bunaqa belgi qo'yamiz, ya'ni qisqaroq qo'yamiz. Hozir nomesini kelmay bo'lsa, assalomu alaykum demizada. Mana bu holatda oldiga dollar qo'yib aytamiz nimaga? Messagening e'tibor bering qayerga? Forummi, chatmi? Forummi, chatmi? Tanlaymiz. Farqi yo'q. Misol uchun men aytishim forum yoki chatda. Message ichidagi chat ichidagi first name ga yozgan assalomu alaykum palonchi desam. Shundaylar, ya'ni assalomu alaykum palonchi Zatulloh yoki boshqa deydi. Tayyor. Botni o'chiramiz. Xo'p. Yana bitta run start qilamiz. Bot ishga tushdi. Bot bizga hozir kutyapti, ya'ni bizdan qanaqadir buyruq kutyapti. Biz o'tib yana bir marta startni bosamiz. Bosganimizda u bizga nima dedi? Hoppa, mana sizlarga assalomu alaykum Zatulloh degan javob bilan botimiz keldi. Va ko'radigan bo'lsak, mana bot ishlayapti. Bot ishlayapti. Bot ishlayapti. Xohlaganingizcha tushunishdan mumkin. Bizning botimiz bizga salom beryapti. Bugungi darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Keyingi darslarimiz chiqishi uchun esa sizdan bir donagina like, obuna bo'lish yetadi. Chunki obuna bo'lasiz, like bosasiz, biz harakat qilamiz. Ya'ni sizga ko'proq foydaliroq video chiqarish uchun va ko'proq do'stlaringizga yetib borishi uchun. Darsimiz tamom, gaplashamiz.